Hammalarga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Esonboyev Public. Xo'p do'stlar, bugun biz bitta akkauntimizda 81, bitta akkauntimizda esa 90 balansimiz bor. Hozir shuni sizlar bilan birga open case qilib ko'ramiz. Qani omadimiz keladimi yoki yo'q? Shuni ko'ramiz. Xo'sh, birinchi bo'lib bitta obunachimiz Panda degan case'dan oching deb 2-3 marta yozibdi. Shuni ochib ko'ramiz hozir. Drop qotyaptimi, nima qotyapti hozir tushunmayapman. Ishlab ketdi. Xo'sh. Mana Panda degan case. Hop, qani bismillah, ketdi go. Qani obunachimiz omadlimi, omadli emasmi ko'ramiz. Yo'q. Menimcha minusda 8 tushdi. Agar mana tushganda 43 edi. O'tganda ham normal edi menimcha. Lunet. Luni 20 edi. Hop, endi standoffga o'tamiz jigarlar. Bekardan balans oqib ketadi hozir, chunki de obunachimiz qaysi case aytganda, suv case'dan 10 talik oching degan edi. Hozir ochamiz. Va sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Qanaqa omadlimi yo omadsizmi? Jigarlar, o'tgan videoda ham aytdim, grippani haligacha tarqagan yo'q. Onangizga gripp bilet sizga bir yuqib qolsa zaybalaganda. Jigarlar, obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Vabshim aktiv tushib ketgan, chunki video qo'ymay qo'yganman. Qani go. Ochib ko'raylik-chi, mana shulardan tushib qolsa yaxshi bo'lardi. 119 nechta qani bitta ochib ko'raveramiz. Obunachimiz aytganim uchun ochyapman, bo'lmasa ochmayman. Hop, 28 berdi. Juda minusga tiqib tashladi. 12 minusga tiqdi. Yana obunachilarimiz aytgan case'lar bormi? Hozir ko'rib chiqaylik. O'zi jigarlar bildiribdi, o'zini anaqasidan kirsam, saytidan kirsam, qotiydi. Shuning uchun kirmadim. Qotimaydi, lekin promo kod olish anaqa bo'lib qoladi. Salom do'stlar, sizlar. Hop. Mana Somsadan 2 marta oching degan ekan bu brat. Prefire'dan 23 talik. Case 2dan 29 talik, oxirida 29 talik case bor. Kichik harfga qo'yib oching. Hop, buni ochdik. Prefire'dan Panda buni ham ochdik. Somsadan 2 marta ham ochamiz, xudo xolasa. Hop. Case'ga o'tamiz unda. Agar omadimiz kelib qolsa, mash akkauntni ochamiz. Somsadan 2 martani. Agar omadimiz kelmay qolsa, mabodo xudo xolasa endi omad keladi. Hammasi tavakkal. Bu sayt randomli bo'ladi. Jigarlar, har doim ham omad kelavermaydi. O'shaning uchun ishonib qolmanglar, ikkinga o'ta riskka berilib ketmanglar. Lekin risk qilib turish ham kerak. Har doim ham emas. Chunki de low risk kichik harf ketdi. Qani bitta ochib ko'ramiz. Necha bu? No minus ekan. Chunki zvukdan bilindi. O'ta ko'p minus emas, bo'laveradi. Hop. Somsani qayerdan ochamiz? Standoff PUBG Kiski. Davayt standoffdan 2 marta ochib ko'raylik Somsa. 2 martaga balans yetsa agar, hozir 1 marta ochsak 15 qolsa, xudo xolasa yetadi. Jigarlar, harakat qilamiz. Xo'sh, eplashtiramiz kerak shu akkauntda. Ikkita Somsa ochishdi. Lekin Patriot oching degan bo'lsa, bilmadim. Somsa case qani? Mana Somsa. Yandex sayt juda qotiydi jigarlar. Qani ketdi go. Qani Somsa ham normal degan umid
bitamiz. Eng baland 783 ekan. No, bizga 15 berdi. Shunday 15 va 05. Hop, sel degan stiker nechi? Target ekan bu. 159 ekan. Hop, 31 va 06. Bo'lsa, qaranglar bizga necha kerak hozir? 2 kerak a. Hop, 1.06 tikamiz. 3 ga chiqarib olamiz shunday. To'g'ri bo'lar degan bitta. Hop, 1 2 3. Voy bilat. Hozir bizga 3 kerak bo'lsa, g'ildirakka kiraylik. Hop, 3 tane tikamiz. Chicas bu bilan zaypa. Yandex nima qo'yib tushunmayman hozir men. Sablarni harakat qilyapti bu. Ishladi. 5x tushibdi. Men 2x ga tikishim kerak o'zi. Davaychi. Ko'ramiz 3 tane. Agar o'xshamasa boshqa keys ochaveramiz deganlar. O'zimiz qiynab o'tirish niyat yo'q. Yana bitta akkauntimiz ham bor. O'shanda ham ochib ko'raveramiz. Unda 90 balans bor. Qani internet ishlamayapti shu yerda. Bunday qilamiz. Давайте ishlab, bilat. Tegilyaptimi bu? Internet normal ishlayapti-da, jigarlar. Men realni aytsam, internet normal ishlayapti. Yandex o'zi qotyapti. Men o'ylashim bo'yicha Yandexni yangilamaganim uchun qotyapti deb o'ylayapman, lekin uning uchun emas-da. Tushmabdi 2x. Mayli. Keyslardan ochaveramiz. Bitta keys bor, bol degan. O'shandan ochib ko'raveramiz. Omadga bog'liq hammasi jigarlar, omadga. Omad kelsa hech gap emas. Bu degan keysdan o'tib ketdik-a, mana bu degan keys bor. Shuni ochib ko'ramiz. Jigarlar qaranglar, ikkiga balansinglar ko'paytirish uchun yuzingni ko'proq chiqarmoqchi bo'lsanglar, pul solmanglar, pul-dropga pul solmanglar-da. Promokodlar shunaqa orqali ko'paytiringlar birinchi. Balansinglarni ko'paytirib turib, ikkiga chiqaradigan paytga yetganda ko'proq balansiga qo'ygandan keyin pul solib turib, keyin chiqaringlar. Keyin promokoddan tushgan narsani anaqalarda saqlamanglar. Nima deydi? Shaxsiy kabinetinglarda saqlamanglar. Chunki shaxsiy kabinetdan yo'qolib qoladi. Uzog'i bilan 3 kun ichida, men o'ylashim bo'yicha uzog'i bilan 3 kun ichida yo'qolib qoladi. Keyin поддержкаga yozishni foydasi qolmaydi. 5 yuqori 9 tikamiz. 1 2 3 4 5. Vay, buni 5-inchisi o'xshamay qoldi. Meni qaranglar jigarlar, 5 tikamiz. Umuman o'xshamaydigan taktika qilamiz hozir. O'xshashi 100 dan 1%. Shunaqa taktika bu. Sizlarga lekin bir balansdan tikib ko'rishinglarni tavsiya beraman. Atak aniq qilinglar demayman buni. Maslahat beraman просто tak. 37 qilib oldik. Mana jigarlar уже normal balans qilib oldik. Yana bitta som sochamiz. 2 marta oching degan xolos. 2 marta ketma-ket demagan. O'shaning uchun 2 marta ochib ko'rish uchun yana bitta ochamiz somsini. Jigarlar, Telegram kanaliga ham o'tib qo'yinglar. Har kuni promo kodlar tarqatilyapti. Videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, sizlarga bitta bot ko'rsataman. Atiga 3 ta referalga 23 talik promo kod, 5 ta referalga 59 talik promo kod, 10 ta referalga 100 talik promo kod, 135 talik promo kod beradigan botni ko'rsataman sizlarga. Qani somsa.
somsa, mana somsadan ochib ko'ramiz hozir. Bizga somsa juda ko'p vaziyatlarda minus bergan. Lekin endi bu yog'iga plyus kutib qolamiz somsadan. Qani ketdik. Jigarlar har xil andiqalarni yozib qoldiringlar. CS:GO, Standoffdan, Robloxdan nimadan ochishimizni обязательно yozib qoldiringlar. 29 minus. Yana bitta ketadi. Mana 2 marta oching degani uchun yana bitta ochib qo'ying. Chunki da 2 marta ketma-ket degan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun ochib qo'yaveraman. O'tsa yaxshi bo'lardi. No, bu eng pastdagi narsa. O'tsa undan past ekan. 17:66. Jigarlar, video 15 minut bo'lganda уже to'xtatiladi. Keyingi akkauntga o'tishni ulgurmayman, bilmayman. PUBG'ga o'taylik. Hop. Ikkamiz. Anu taktikani PUBG'da qilib ko'ramiz endi. Chunki standoffda bir marta o'xshadi. O'xshamasligi ham mumkin, o'xshashi ham mumkin. Qilib ko'raveramiz. Qani o'xshaver endi. Voy, bля, 3 ta terib qo'ygan ekan bu yoqqa. Davaychi, o'xshavermasam bo'lmaydi. Vey, 8 ta balans qoldi. 4 ta urinishda, davay. PUBG'ga ishondim men. Davay. O'sha shu taktikani qilib ko'ringlar deganlar. Menda juda ko'p holatlarda o'xshaydi bu taktika. Mana o'xshadi. Men o'ylashim bo'yicha o'xshagan shekilli. Telefon qotib qoldi. Telefon emas, to'g'ri, Yandex qotib qoldi. Hop, o'xshadi jigarlar. Shu 19 ta. Bu yoqdagi bilan 25 ta balansimiz bor. Bu yoqni bosamiz. Voy, blyat. Endi o'xshaganda taktika chiqib bildirib. Keski o'tamiz. Endi bitta qilib tikamizda 25 koeffitsiyentga chiqquncha harakat qilamiz. O'xshaydi. Agar mana bu taktikamiz o'xshasa 25 koeffitsiyentga quyida chiqib ketamiz. Hop, o'xshadi. Hop. Ikkalasi, day. Chotki. 3. Voy, blyat. Ko't ekan. Hop. Endi menimcha o'xshamasa kerak. Standoff o'tamiz yana. Standoff o'tib bir tikamiz. Voy, onasini yemsin. Voy, blyat. Oxirgi shanslardan bittasi. Bundan keyin ham bitta shansimiz bor, xolos. Hop, ketdi. O'xshaver, iltimos, mana shu taktika bir marta o'xshaver. Keyin jigarlar o'xshamadi, endi o'xshaydi deb, nima deydi, harakat qilavermanglar, nima deydi, ishonib qolmanglar juda. Siz hech kim ishonib qolmanglar, chunki da o'xshamay qolishi ham mumkin jigarlar. O'shaning uchun o'ta ishonib qolish kerak emas. Shuning uchun tormoz bilan, sal pauza bilan harakat qilinglar. Mana bu yerda bosdimmi men? Bosdim. O'shada 12 koeffitsient. Xo'sh, o'sha 12 koeffitsiyentga chiqdik. Endi sal nima bilan o'ylanib bosish kerak. Bu ham o'xshadi, 17 koeffitsient. Endi 17 18. Xo'sh, bitta bosamiz, olamiz. Tavakkal bosish kerak hozir. Tavakkal mashqni bosdim. Voy, onasini yemsin. Endi jigarlar, qaranglar, yana bitta taktika bu. Mashet. Короче, mana bunday. Mayetdi, mana bu yerda mayetdi, o'rtani bosasizlar. Shu taktika ham ko'pincha vaziyatda o'xshaydi. 15 minut bo'ldi jigarlar shu video. To'xtanglar, sizlar aytgan keyslar yana bormidi, shunisini ko'rib qo'ying. Agar bo'lsa, uni akkauntga kirib ochib qo'yaman. Bo'lmasa bitta keys ochaman, keyin chiqib ketaman. Videoni ham to'xtatib qo'yaman. Sizlar kommentariy ham yozmayapsizlar, like ham bosmayapsizlar jigarlar. Hamma yo'q, vaqtim slishgan. Jigarlar ham aytgan.
keys nima bo'lyapti, nima olyapti keys 2dagi 100 talik 120 talik keyslar bor, o'shalarni ochib ko'ring. Menga 283 berdi. Open keysni bugun qo'yaman bro. Hop. Keys 200 talikga balansimiz yetmaydi-da. Jigarlar hammalarga xayr, o'zinglarga ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan Esonboyev PUBG bo'l. Jigarlar, men to'xtanglar, sizlar Telegram kanalimni reklama qilib o'tib ketay. Ikki botni ham ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Mana bu poistga kirasizlar. Kirib hammasi kattada qilib yozib olasizlar. Esonboyev PUBG qilib yozasizlar. Mana chiqib keladi, mana meni Oyatullo 002. Mana chiqib keladi, kirasizlar. Mana yerga mana bot qo'yib qo'yganman jigarlar. Juda ko'p bosdinglar. Mana shu bot. Buldrop India bot. Hop, shu botga kirasizlar. Mana Free Fire'ni bosasizlar. Free Fire обязательно bosib turib Evented Friend shu bor, keyin claim promo kod bor. Shuni bosasizlar. Mana promo kodni bosasizlar. Menda hozir promo kod yo'q deydi. Keyin ozginchadan keyin beradi. Yana bitta yo'li bor. Mana bu yerda bosasizlar. Ular sizlar boshida kirganda kanalga obuna bo'lish degan yerga chiqadi. O'shani bossanglar promo kod beradi. Bu yerda mana rewards'da bossanglar nagradalar ko'rsatiladi. 3 taga mana 23 talik promo kod, 7 ta referalga 59 talik bu. Bu 135 talik, bu 200 talik. Bu nechtalik bilmayman, 200 qanchadir adashmasam. Ko'rasizlarmi jigarlar, вообще nima deydi, kam summaga. Men qo'shgan odamlarim endi 3 dona. Lekin men birinchi PUBG da tanlab qo'yganman adashib. O'shaning uchun menda unday bo'lmaydi. Keyin yana bitta bot bor, mana jigarlar sizlarga ko'rsataman. Mana jigarlar olganlar bor mana men kanalimda. Hop mana. Qani bildirib endi emas. Yana bitta bot bor edi hozir. Sizlarga ko'rsataman. Mana Buldrop top bot. Mana shuni ping qilib qo'yaman sizlar uchun. Qilib qadash ping qilib qo'ydim. Ping qilganimni bosasizlar, mana kirasizlar. Botga kirsanglar, mana Stand of PUBG Keys 2 bor. Xohlagan bittalarni tanlaysizlar. Masalan, men PUBG tanladim. Kirasizlar. Promo kod za подписку bosasizlar. Bosib, mana bu yerda kanal chiqib keladi. Kanalga obuna bo'lsanglar, sizlarga promo kod beradi. Keyin mana bu yerda пригласить друга bor. Bunda mana bunaqa chiqib keladi. Keyin nagradani bosasizlar. Nagradani bossanglar 3 taga hamster, 7 taga noob, 10 taga altoshka. Короче, mana 15 talik Jojoga aniq berishi aniq emas, chunki menga bermagan. Mavjud emas promo kod bergan. 25 taga 279 talik promo kod jigarlar. Mana nazarda bosasizlar. Получить свою ссылку deb bossanglar, sizlarga silka beradi. O'sha silka orqali do'stlaringizni chaqirsanglar bo'ladi. Meni referalim soni 24 ta. Keyin bu kanallarni sharti, hisoblash sharti. Короче, do'stinglar taklif qilasizlar, do'stinglar kiradi. Kirib Telegram kanaliga obuna bo'lishni bosadi. Bosgandan so'ng bu bot Telegram kanaliga kiradi, podpiska bosadi. Buldropda akkaunti bo'lishi kerak. O'shani tekshiradi Buldrop. Bu bot 2 kun ichida tekshirib chiqadi. 2 kundan keyin hisoblab beradi. Uzog'i bilan 2 kun. Keyin sizlarga hisoblanadi. Shunaqa sharti bor jigarlar. Xullas, короче, 20 minutlik bo'lib qopti pashti video. Shuni inovatga olib, короче, men Fiery browser degan nima bor. Shuning orqali ko'proq promo kod olsanglar bo'ladi. Nima deydi? Bitta akkauntga bitta promo kod olinyapti hozirda. Fiery browser bilan Yandex browserda ochib tortib olasizlar. Ikkalasiga alohida akkauntlar kirgizasizlar. Buldropda boshqa akkaunt turishi kerak. Buldrop orqali u akkauntlarga kirmaysizlar. Shunda ishlaydi bo'ladi jigarlar.
Hamilaga xayr, o'zinglarga ehtiyot qilinglar, obuna bo'lib, like bosib qo'yish obязательно esdan chiqmasin jigar. Sizlarni kutib qolaman.